Aka, xudo xolasa siz chalg'ib ketmasligingiz uchun detalni qisqaroq qilib tushuntirib o'taman. Qarang, oxirgi vaqtni beraman. Mana o'zingiz dizayningiz bo'yicha olin, tak bu yer. Ya'ni 1 2 3 4 5 6 ta. Mana eshikni chiqarib tashladik. Bu taraflar, mana shu ko'rinishda общий hammasi qanaqa holat bo'lyapti? O'sha full holatida. 7 sm o'rtasida pena bor, bu yog'i 8, bu yog'i 7. Mana shu profildan bo'ldi. Termo 70 dan full variantdagidan. Katta profil, oynasi 6 ga 6 2 qavat, qolganlari esa 3 qavat oyna bo'ladi. Kichkina joylari, katta joylari 6 li bo'ladi. Oldi ko'rinishimiz tugadi. Demak, shundan berdik. Endi keyingisiga o'tamiz. Tak, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, orqa taraf. Orqa tarafda mana bu yerda bitta rom bor, bu yerda bitta rom bor, tepada rom bor. Bular ham mana bu tepadagi ochilishi mana tepada bitta tomga chiqadigan bilan 1 2 3 4 ta. 4 ta. To'ralasi ham yana shundan. Xuddi shundan shiroki profildan bo'ladi, ichi penali bo'ladi. Xuddi shu profildan oynasi kattasi 6 lik kalyonni bo'ladi, 2 qavat. Qolganida mana ochilish qismlari hammasi 3 qavat bo'ladi. Bu yeringiz ham tugadi. O'sha termo full variantidan ishlatyapmiz. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi bu tarafni ko'rinishini endi buni o'zgartirdik. Buni o'zgartirish qanaqa bo'ldi? Mana buni romini termo qildim, buni o'sha chizilgan bo'yicha qoldi. BKSL, ya'ni chempion bo'ldi. Bu chempion, bu yerda ikkita eshigingiz bor, ikkalasi ham chempion bo'ldi. Ya'ni mana bu profildan foydalandik bu yerga. Mana shu chempionimiz, shu chempiondan uchala detali ham shundan bo'ldi. Endi bu yerda rasmda hozir sizda menimcha tom qismi ko'rsatilmagan. Tom qismi yo'q edi. Endi tom qismini sizga mana chalg'imaslik uchun tomga o'tamiz. Tomga nima ishlatdik? Tomdan zinadan chiqamiz. Chiqqanimizda o'ngda, chapda, to'g'rida eshik bor. Ikkita tarafiga ham shundan ishlatyapmiz. 65 penta, 5 kamerali, nimada ham 5 kamerali, Engelbergda ham. Bunda ham 5 kamera bo'lyapti. Xuddi shundan ishlatyapmiz. Oynalari 2 qavat bo'lyapti. Tomni ikkala chekasiz. Endi tomda ro'paradagi eshigimiz bor. U eshikka endi biz shiroki profil bermayapmanda, 6 lik profil berib, lekin eshik profillari, aksessuarlari bir xil bo'lyapti. Faqatgina buni korobkasini 6 lik korobkadan ishlatyapman. Tom bo'lgani uchun ro'parada. Plastmassa qilsak deformatsiya bo'lib ketishi mumkin eshik ko'proq ochilib yopiladi. Shuning uchun termo holatida qoldi tomingiz, lekin profilini o'zini ingichka profil qilib qo'ydim. Endi ehtiyoj kamroq bo'lganligini hisobiga. Endi tomni masalasi yopildi. Tushunib oldingiz, tomni ikkita chekkasi 65 pentadan bo'ldi. Ro'paradagi eshigimiz bundan. Endi podval qismiga o'tamiz. Podval qismimizda bitta eshik bor. Eshigimizni chempiondan qildik. Chempion eshigimizdan qildik. Endi 3 ta romimiz bor. 3 ta romni hammasini mana shu profildan ishlatdik. Ya'ni buni ichkariga yorug' kiritishda yaxshiroq bo'ladi. 65 penta deyiladi bu, plastik seriya, 5 kamerali, X-loli oyna. Podvalingizdagi eng qizig'i 3 qavat bo'ladi. Xuddi shu profilga oynagini 3 qavat qilsa bo'ladi. Podvalingizdagi 3 ta romingiz 3 qavatli oyna bo'ladi. Eshigingiz ham 3 qavat bo'ladi podvalingizdagi. Tommiki 2 qavat bo'ladi xolos. Qolgani xudo xolasa hammasi 3 qavat. Mana shu hamma full variantlari bo'yicha narximiz, aka, oxirgi narximiz $15,700 chiqdi. Ikkita eshikni minus qildim. Mana aka, ikki tarafdagi eshik minus bo'lganda $15,700 inshaalloh mana shulardan foydalangan holatida qilib beramiz. Inshaalloh tushundingiz degan umiddaman. Agar savol bo'lsa, yana yozsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling aka.